41-topshiriqni ko'ramiz. Lekin bu videoni jamoat oldida, yo'lda ko'rishga tavsiya bermayman. O'ziz yolg'iz qolgan paytingiz, vaqtingizni aniq ajratgan holatda ko'ring. Agar bu videoga umuman mana shu 41-topshiriqni yechilishiga vaqt ajratmaydigan bo'lsangiz, sizga bir tiyinlik naf keltirmaydi. Umuman foydasi yo'q. Mana shu sababli tinch joyga xotirjam qog'oz, ruchka, qalam olgan holatda ko'ring va qo'lingizda savolni yo elektron variantda yo qog'oz ko'rinishi bo'lsin. Savolsiz bu videoni ko'rmang. Savol yoningizda bo'lsin va o'zingiz ishlang. Tavsiyalarga ko'ra ishlang. Ishlab ko'rgan bo'lishingiz kerak. O'shanda tushunasiz. Aynan Xudo xolasa bu video sizga juda ham katta naf keltiradi. Boshladik. E'tibor bering. Videomiz halgina ko'proq vaqt oladi, sababi topshiriq kichkina emas. Topshiriqlarni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing dedi. Ya'ni nima demoqchiman? Har bir yozayotgan reaksiyangiz sizga qo'shimcha ball beradi. Aniq qo'shimcha ball beradi. Shuning uchun, ya'ni maksimal ballgacha chiqarishga yordam beradi. Hamma reaksiya tenglamasini oxirigacha yozasiz, oxirigacha tenglashtirasiz. O'shanda sizga foydasi tegadi. Xo'p, miqdoriy va arifmetik hisoblarni unga asos bo'lgan usul yoki formulani ko'rsatgan holda uzviy ketma-ketlikda bajaring. Tavsiya beraman, formula ishlating. Masalan, ishlayotgan paytingizda formulani ishlating. O'zi aytib o'tiribdi. Yo usulni yoz yoki formulani yoz deb. Chunki har bir yozgan formulangiz sizni yuqori ball olishingizga sababchi bo'ladi. Qo'shimcha ball beradi. Ketdik. Masala sharti quyidagicha. Zichliklari 1,2 gram taqsim millilitr va 1,5 gram taqsim millilitr bo'lgan misk sulfat eritmalari teng massada aralashtirildi. Teng og'irlikda aralashtirildi. Demak, qo'limizda eritma bo'lgan misk sulfat eritmasi. Birinchi eritmamizni zichligi 1,2 gram taqsim millilitr. Ikkinchi eritmani zichligi 1,5 gram taqsim millilitr. Teng massada deganligi uchun buni og'irliklarini bir-biriga tenglashtirib olamiz. Agar hozir biz 1 millilitrdan oladigan bo'lsak, bittasidan 1,2 gram, ikkinchisidan 1,5 gram olgan bo'lamiz. Lekin og'irligi teng bo'lsin dedi. Men shunda o'yladimki, qanday hajmda olganimda bularni og'irligi bir-biriga teng bo'ladi. Bu ikkalasini, bu ikkita raqamni 6 ga karrali son ekanligini ko'rgan holatda 6 gramdan olishga qaror qildim. Ya'ni mana bundan olishim uchun 5 millilitr olishim kerak. Barobar 6 gram. Mana bundan 6 gram olishim uchun 4 millilitr olishim kerak. Shunda bu ham 6 gram bo'ladi. Demak, birinchi eritmamizda 5 millilitr 6 gram, ikkinchi eritmamizda 4 millilitr 6 gram. Bizaga bu nimaga kerak desa, yangi paydo bo'lgan eritmaning zichligi kelib chiqadi. Yangi eritmamizning zichligini topmoqchiman. Uchinchi eritmani, oxirgi eritmamizning zichligini topmoqchiman. U qanday qilib topiladi desa, mana shu yerda formulani e'tibor bersangiz, men yozdim, yozolman. Yozing siz ham. Birinchi massani qo'shasiz, ikkinchi massaga birinchi hajmni qo'shasiz, ikkinchi hajmga da bo'lib yuborasiz. Shunda massalar o'zaro tengligi uchun 6 plus 6, hajmlar 5 millilitr, 4 millilitr, 9 millilitr. 12 gram 9 millilitr yoki 4 gram 3 millilitr deb olib qo'ysak ham bo'ladi yoki 1,3 degan javob chiqadi, shuni olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Aytdiki, mana shu eritma paydo bo'ldi va uning umumiy hajmi 300 millilitr dedi. Biz zichligini topib oldik, bo'ldi, hajm bizga kerak emas. O'zi hajmini, foiz konsentratsiyasini bergan holatda biz misk sulfatni qancha borligini bilib olishimiz kerak. Xo'p. Demak,
Mana bu formuladan foydalanamiz. Ba'zilar boshqa formuladan foydalanadi. Bu formuladan ham foydalansangiz bo'laveradi. Ya'ni molyar konsentratsiya ko'paytirilgan molyar massa barobar foiz ko'paygan zichlik ko'paygan 10. Mana shu formuladan foydalangan holatda hozir biz eritmani molyar konsentratsiyasini topishimiz mumkin. Xo'p, molyar konsentratsiyasini, foizini bergan, zichligini bergan molyar massa bor, molyar konsentratsiyasini topgan holatda ishlatamiz. Va uni hajmga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, bemalol biza topishimiz mumkin haligi misik sulfatni molini. Yaxshi. Keling, shunda molyar konsentratsiyani topamiz. Barobar foiz konsentratsiya ko'paygan, zichlik ko'paygan 10 taqsim molyar massa barobar. Foiz konsentratsiyani bizaga 30% dedi. Xo'p. Zichligimiz chiqdi. 4 taqsim 3 ko'paygan 10. Molyar massa esa mis-2 sulfat eritmasi bo'lganligi uchun mis-2 sulfat eritmasi bo'lganligi uchun demak 160 barobar. Yuqoridan bitta 0 tushsa, bu ham bitta 0 tushib qoladi. Xo'p, mana bu 40 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu yerda 3 bilan 3 yo'qolib ketadi. Xo'p. Shunda 40 taqsim 16 degan javob qoladi. Shunda bizaga 2,5 molyarli eritma chiqadi. Demak, mis-2 sulfat eritmasida eritmaning molyar konsentratsiyasi 2,5 molyarli bo'lgan ekan. Ana endi aytayaptiki, mana shu mis-2 sulfat eritmasi elektroliz qilindi. Elektroliz qilib olamiz. Mana shu mis-2 sulfat eritmasini elektroliz qilamiz. Mana shu yerda davom ettiraman. Katoddamiz, anodda kislorod, eritmada sulfat kislota. Yana qaytaraman. Kimyoviy reaksiya tenglamalarini oxirigacha yozing. Tenglashtirishlarni oxirigacha bajaring. Mana bunday 1 taqsim 2 qilib tenglashtirsangiz ham bo'ladi, yoki qolganlarini oldiga 2 qilib, kislorodni oldiga 1 koeffitsient qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi diqqat qilamiz. Mana bu 2,5 molyarli ekan, uni hajmiga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, eritma hajmi 300 ml dedi, litrda 0,3 litr bo'ladi. Shunda bizaga xo'p 0,75 mol 0,75 mol sulfat kislota chiqadi, mis-2 sulfat chiqadi. Demak, mis-2 sulfatimiz 0,75 mol ekan. Ana endi elektroliz qilindi. Ushbu eritma 6,7 amper tok kuchi bilan ma'lum vaqt elektroliz qilindi. Natijada kislotalarning miqdori tuznikidan 2 marta ko'p bo'lgan eritma hosil bo'ldi dedi. Demak, biz mana bu ma'lumotdan foydalangan holatda ishlaymiz hozir. Buni qanchasi elektroliz bo'lganligini bilmayman, shuni hisobidan x deb qabul qilsam, sulfat kislotadan ham x mol hosil bo'ladi. Mana bu yerda 0,75 minus x ortib qoladi. Xo'p, aytayaptiki, hosil bo'lgan sulfat kislotaning miqdori eritmadagi tuzning miqdoridan 2 marta ko'p bo'lsa, shunga asosan tenglama tuzamiz. Ya'ni 0,75 minus x ni 2 ga ko'paytirsang deyapti, x ga tenglashadi yoki x bundan 2 marta katta. Va biz qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, quyidagi javob chiqadi. 1,5 minus 2 x barobar x ga minus 2 bu yoqqa o'tgan payti 3x 1,5 paydo bo'ladi. Shunda x ning qiymati 1,5 taqsim 3 barobar 0,5 chiqadi. Xo'p. Demak, 0,5 mol. Demak,
chiqqan sulfat kislotamizning miqdori 0,5 mol ekan, qolib ketgan misk sulfatimiz 0,25 mol ekan. Mana shu ma'lumotlarni bilgan holatda qancha vaqt davomida elektroliz qilinganligini topishimiz kerak bo'ladi. Men tavsiya beraman, mana bu misdan olib ketishingizni, ya'ni hozir katodda mis chiqdi, qancha desa 0,5 mol. 0,5 mol. Va bizdan vaqt so'rayapti. Quyidagi elektroliz formulasidan foydalanamiz. Ya'ni massani topishimiz uchun birinchi topshiriq bajaraman. Birinchi bandga o'tdim, e'tibor bering. Va formulani yozyapman. Har bir formulani yozyapman. Har bir reaksiya tenglamasini yozyapman. Siz ham shu ishni qilishingiz kerak imtihon kuni. Formulamizni topishimiz uchun, demak, tok kuchi ko'paytirilgan vaqt, ko'paytirilgan ekvivalent taqsim bizga endi soat deganligi uchun 26,8 qo'yamiz. Menimcha bu 26,8 qayerdan kelayotganini tushungan bo'lishingiz kerak. Sertifikatga kiradigan odam bularni bilishi shart. Mana shu formuladan vaqtni topishimiz kerak bizlar. Vaqtni topishimiz uchun, demak, temperatura vaqt barobar massani ko'paytiraman 26,8 ga bo'lib yuborarkanman, tok kuchi ko'paytirilgan ekvivalentga barobar. Bu formuladan to'g'ridan-to'g'ri foydalanmadik. Chunki mana T yo'q edi, shuni topishga harakat qilishimiz kerak. Demak, massa qancha desa, yozib qo'yamiz. Mana shu o'zida yozsangiz ham bo'laveradi yoki alohida yozsangiz ham bo'ladi. Katodda ajralib chiqqan misning massasi ko'paytirilgan 64 barobar 32 gram. Katodda ajralgan misning massasi. O'shani qo'yishimiz kerak bo'ladi. Massani o'rniga, demak, 32 gram ko'paytirilgan 26,8 ko'paygan tok kuchi 6,7 dedi. 6,7 amper ko'paygan ekvivalent misniki 32. Shunda 32 bilan 32 qisqaradi. Barobar bu bilan bu ko'rinib turibdi, 1 ga 4. Demak, bizga javob 4 soat. Birinchi bandni bajarib bo'ldik. 4 soat davomida, demak, elektroliz qilingan ekan. Ikkinchi band. Ikkinchi bandni bajarishdan oldin topshiriqqa yuqoriga bir nazar soling. Mana bu qismini o'qishimiz shart. Hosil bo'lgan eritmaga 20% natriy gidroksid eritmasi qo'shilganda neytral muhitga ega ikkinchi eritma olindi. Agar ikkinchi eritma elektroliz qilinsa, katodda faqat vodorod ajraladi deb bizga ma'lumot sifatida berdi. Demak, xulosa qilishimiz kerak. Natriy gidroksid qo'shildi. Natriy gidroksid kirgandan keyin qaysi modda bilan reaksiyaga kirishadi desa, sulfat kislota uni kutib turibdi. Natriy gidroksidni sulfat kislota bilan ta'sirlashtiramiz. Keyin yana bir ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot aytdiki, neytral muhitga ega dedi. Neytral muhitga ega bo'lgan yangi ikkinchi eritma paydo. Neytral muhit. Misk sulfat eritmasida muhit juda ham neytral bo'lmaydi. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Keyin yana bir ma'lumot sifatida aytdiki, elektroliz qilinganda katodda faqat vodorod ajraladi dedi. Vodorod ajralyaptimi? Demak, mis qolmagan. Mis qolmasligi uchun natriy gidroksid bilan mis2 sulfat qolib ketgan mis2 sulfat reaksiyaga kirishishi kerak. Shuning uchun reaksiyasini yozib olamiz to'liq. Yana qaytaraman, reaksiyalarni to'liq yozing. Demak, sulfat kislota sulfat kislota natriy gidroksid bilan ta'sirlashadi va natriy sulfat plus suv hosil bo'ladi. Keyin natriy gidroksid chiqmasini qo'yamiz o'rniga. Nima qo'shib kerak? Keyingi mis2 sulfat natriy gidroksid bilan ta'sirlashadi. Yana qaytaraman, nima uchun mis2 sulfat bilan ta'sirlashganini aytdim. Elektroliz qilinganda demak, shunda mis2 gidroksid mo'ynaga cho'kmasi hamda natriy sulfat hosil bo'ladi. Xo'p. Ana endi bizga ikkinchi bandni so'rayapti. Qo'shilgan natriy gidroksid eritmasining massasini toping dedi. Eritma massasi, natriy gidroksid emas, eritmasining og'irligini. Demak, sulfat kislota hosil bo'lgan bizga qancha desa, tenglama asosida topib oldik, 0,5 mol. 0,5 mol. Misk sulfat qolib ketgan qancha? 0,25 mol. 1 molga 2 mol bo'lgani uchun bunisiga qancha deysiz, natriy gidroksid topgan bo'lishimiz kerak. Shunda 0 emas, 2 ga 1 mol. 1 moliga 2 mol, 0,25 ga qancha? 0,5 mol.
Demak, jami natriy gidroksiddan 1,5 mol, 1,5 mol reaksiyaga kirishgan ekan. Va bizadan so'radiki, o'sha qo'shilgan natriy gidroksid eritmasini og'irligini. Men eritmani topishim uchun 1,5 molni ko'paytiraman 40 molar massasiga 40 gramm taqsim molga, mol bilan mol yo'qolib barobar 60 gramm chiqadi. Mana shu chiqqan 60 gramm natriy gidroksid eritmani ichida 20% ni tashkil qiladi. Proporsiya yoki formula bilan ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Men proporsiya bilan ko'rsatdim, siz formula bilan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ahamiyati yo'q. Bizdan eritma massasini so'raganligi uchun 100% ga qancha deymiz? Shunda demak 20 bilan 100 qisqaradi, 1 ga 5, 5 kara 60 300 gramm. Demak, ikkinchi bandimizning javobi 300 gramm. Demak 106,5 gramm. Mana shu massani topib qo'yish demak siz uchun zarur. Baliz yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. 3-bandda tarkibi Glauber tuzi bilan bir xil bo'lgan eritma hosil qilish uchun ikkinchi eritma tarkibidan necha gramm suv bug'latilishi kerak degan topshiriq berdi. Mana shuni bajarishimiz uchun qarang, diqqat qilamiz. Men mana bu 300 ni o'chirmadim, sababini keyin tushunib olasiz. 300 nimaligini bildingizmi? Qo'shilgan natriy gidroksid eritmasining og'irligi. Bizning vazifamiz hozir birinchi eritma necha gramm bo'lganligini topish. Demak, 3-band. Birinchi eritma massasini topish. Eritma 1ni, demak, massasi qanday topiladi desa, hajmni zichlikka ko'paytirib topiladi. Barobar hajmni zichlikka ko'paytiramiz. Hajm 300 ml, zichlik 4 taqsim 3 gramm taqsim 4 gramm taqsim 3 millilitr. Shunday qilib olsak bo'ladi. Suratdagi millilitr mahrajda millilitr qisqaradi. Suratdagi 3 bilan 300 qisqaradi mahrajdagi 3 bilan. Demak 1 ga 100. Demak 100 ni 4 ga ko'paytirsam, dastlabki eritma 400 gramm ekan. Demak, birinchi eritma massasi 400 gramm, qo'shilgan natriy gidroksid massasi 300 gramm, ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsam 700 gramm eritma 2 paydo bo'lgan ekan. Eritma 2 ning massasi 700 gramm. Nimaga men har birini alohida topib chiqaman? Bal yuqoriroq bo'lishi uchun. Yaxshi, mana shu narsaga tushunib oling. Qancha baliz yuqori chiqishini xohlasangiz 41, 42, 43 topshiriqda. Shuncha har bir detalga e'tibor berasiz. O'shaning uchun men ham har bir detalni yozib chiqaman. Buncha mijg'ovlandi deyishingiz mumkin, lekin mana shu mijg'ovlik ostida bal yotibdi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Glauber tuzi, tarkibi Glauber tuziga o'xshaydigan eritma paydo qilish kerak. Ikkinchi eritmamizda natriy sulfat erib turibdi va bizaga qolish kerak 10 ta suv. 1 mol natriy sulfatga 10 molekula suv qolish kerak. 10 molekula suv qolish kerak. Ana endi diqqat qiling. Bizning qo'limizda 1 mol natriy sulfat yo'q. 0,75 mol bor. Shuning uchun quyidagicha proporsiya qilamiz. 1 mol tuz bo'lganida 10 mol keling shuni massasini yozay. 180 gramm 10 ta suv, 180 gramm suv bor. 0,75 bo'lganida qancha deymiz? Demak, 1 mol bo'lganda 180 gramm, 0,75 bo'lganida qancha deymiz? Shunda demak, 180 ni 3 ko'paytirsak 540, 4 ga bo'ladigan bo'lsa, 10 135 mi? 4
ga bo'lsa 1,5. Demak, 135 gram. 135 gram suv bizga saqlanib qolishi shart. Jami eritma massasi 700 gram edi. 700 gram edi. Bizga qolgan mana bu eritmamizning massasini olamiz. Qolgan 700 dan ayirsangiz bog'lanish kerak bo'lgan suv kelib chiqadi. Diqqat qilamiz. Mana shu eritmani biz hozir mana paydo qildik. Shu eritmani og'irligi qancha jami og'irligi? Tuzning og'irligi boya hisoblagandik 106,5 gram. Suvimizning og'irligi qo'shilgan 135 gram. Barobar. Shuni ikkalasini bir-biriga qo'shamiz. Demak, 5 6 ga 3 9 0 ga 6 ga 3 emas, 6 ga 5 11 ni 1 1 dilda 6 0 ga 3 3 bir dildagi bilan 4 1 ga 1 2. Demak, 241,5 gram 5 gram Glauber tuziga o'xshagan eritmani massasi. Bu qolish shart bu. Demak, qarang, natriy sulfatimiz bor, 0,75 mol 106,5 gramga to'g'ri keladi. Suvimiz bor 135 gram, 135 gram qo'shadigan bo'lsak, oxirgi eritmamizning massasi 241,5 gram. Endi 700 dan ayirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda men sizga ehtiyot bo'lishingizni tavsiya beraman. 700 gram ko'pchilik abituriyent, hattoki o'qituvchilar ham 700 gramni chiqaradida, 700 ni o'zidan 241,5 ni ayirib nimadir javob chiqaradi. Xato mana shu yerda ketdi, xato ketib qoladi. Ya'ni asosiy mana 3-bandda, demak, javobi chiqmay qoladi. Nima qilish kerak? Katodda ajralgan, anodda ajralgan gazlarga e'tibor bering. Moddalarga e'tibor bering. Eritmani kamayishiga sababchi bo'ladi bu. 700 gram eritma qolmadi bizning qo'limizda. Katodda mis ajraldi qanchadir, anodda kislorod ajraldi qanchadir, keyin cho'kma tushdi, moviy rangli miski gidroksid cho'kmasi. Mana shularni hisobga olishingiz kerak. Demak, mana shuni hisobga olgan holatda, demak, massalarni topamiz. Misning massasi 32 gram, kislorodning massasi esa 0,5 16 ga ko'paytirsak, massasi 8 gram. Qo'shsangiz 40 gram. Demak, 700 dan katod bilan anodda ajralgan moddalarning massasi 40 gram ayirib tashlaymiz. Shunda 660 gram qoladi. Bundan ayiramiz cho'kmani massasi. Mis2 gidroksid cho'kmasi. Mis2 gidroksid mana bu yerda yozib qo'yaman. Mis2 gidroksid yozmanman boya. Mana shu joyiga ham e'tibor berib keting. Har bir cho'kmani massasini ham topib qo'yish kerak. Cho'kma tushdi. Cho'kmani topganingiz uchun ham bal qo'shiladi, xudo xolasa. Demak, cho'kmamiz 0,25 mol. Buni ko'paytirasiz 98 ga, shunda 24,5 gram chiqadi. Ayirib tashlaysiz 24,5 gramni. Sizga shunda 635,5 gram eritma qoladi. Demak, eritmamiz massasi 635,5 bo'lgan, lekin oxirida 241,5 qolgan. Demak, qancha suv bug'landi desa, hisob kitob qilamiz. Minus 241,5 barobar 5 5 0 5 dan 1 4 3 dan 4 ni ayirmay 13 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 9 5 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 3 394 gram suv 394 gram suv bug'lanish kerak ekan. 394 gram suv bug'lanib, demak, 3-bandni bajargan hisoblanamiz. 4-band, diqqat qiling. Ikkinchi eritma tarkibidagi sulfat ionlarini to'liq cho'ktirish uchun sarflangan bariy xlorid massasini toping dedim. Avval reaksiyasini yozishimiz kerak. Ikkinchi eritmada natriy sulfat bor. Natriy sulfat, uni topish uchun bariy xlorid soladi. Ionlar chiqadi. Bariy sulfat cho'kma plus natriy xlorid. Tenglashtirishingiz shart. Balingiz yuqori bo'ladi. Yana qaytaryapman. Va natriy sulfat bilamiz, bizaga 0,75 mol bor. Agar 1 mol bo'lganida edi, bizdan so'rayaptiki, massani so'rayapti ekan. Bariy xloridning massasini qo'yishimiz kerak. 208 gram. 208 gram. 1 mol bo'lganda 208 gram bo'ladi. 0,75 ga qancha deb hisob kitob qilamiz.
Demak, 156 gram bariy xlorid kerak ekan. 156 gram bariy xlorid kerak bizga. 4-bandimizda so'ragan modda massasini topdik.